Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qabr azobi o'lgandan keyin xuddi qabrda azob deyishadi. Azob emas, lekin qabrda ham rohat bor. Aslidagi qabrda yotish yolg'iz bo'ladi. Yaxshi amallarimizni ko'paytiradigan bo'lsak, qabrdagi yotishimiz ham rohatda bo'ladi. Yaxshi amallarimiz shunaqa yorug', keng qabrlarni nasib etadi. Qabr azobi emas, qabr rohati haqida o'ylaylik. Rosa mehnat qildik, yaxshi amallar qildik, yaxshi muomalada bo'ldik. Jannatga yetishadigan hamma Allohning farzlarini, payg'ambarimizning sunnat amallarini qildikda, endi biz o'sha sokin, tinch, keng, yorug' qabrni orzu qilib yashaylik va shu qabrda maza qilib qiyomat kunigacha yetishib olaylik. Men hammaga shuni tilayman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, kuzatuvchilarim, sizlar bilan yana umr yo'lidagi ilm podkastimizda davom etamiz. Onajonim bilan olgan podkastimiz, videolarimiz sizga yoqqanligini va undan ko'p o'zingizga darslar, ilmlar olganligingizni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Biz sizga o'zimizni hayotiy tajribalarimizdan kelib chiqib ilm ulashyapmiz. Unga rioya qilishlik, qilmaslik, uni olishligingiz, olmasligingiz bu sizga bog'liq. Zero biz eslatguvchimiz sizni hayotingiz yaxshilikka, ilm yo'lingizdagi osonliklarga to'lsa biz xursandmiz. Bugungi mehmonim ham yana onajonimlar. Bu podkastni barakaga, nurga kirgizib turgan onam bilan yana davom etamiz. Assalomu alaykum onajon, xush kelibsiz. Yana dasturimizni ko'rishib turganimizdan, mehmon bo'lib turganingizdan alhamdulillah xush kelibsiz. Xushvaqt bo'lgan qizim, ishlarimizni, ilmlarimizni barakatidan Allohim bizni shunaqa chiroyli ilm yo'lida qilib qo'yganidan behisob xursandman. Shu ozginagina bo'lsa ham tajribalarimiz, ilmlarimizdan shu xalqimiz uchun, shu xalqimiz ayollari uchun manfaatli bo'lsa juda ham xursandman. Demak, ilmlarimizni barakati shu bo'lsa kerak deyman. Xush kelibsiz onajonim. Shu yo'lda, umr yo'limizdagi ilmlarda ko'ramizki, har xil to'siqlar, qanaqadir vaziyatlar, hayotiy savollar, javoblar bo'lyapti. O'quvchilarim orasida onajoningiz shu xalqning xizmatidagi inson ekanlar, ya'ni oxirgi manzilga ayollarni, qizlarni kuzatar ekanlar. Ya'ni o'zingizni g'assollik xizmatingiz bor. Bu endi avloddan avlodga o'tib kelyapti. Bularimiz onalarda ko'rganmiz, eshitganmiz. Oxirgi manzilda kuzatilayotganda qizlarni, ayollarni, kelinlarni juda bir yig'lab to'polonlar qilishgani yoki hali ona tiriklar, lekin kasal holatda bo'lib tursalar, men qo'rqib ketyapman, onamni yo'qotib qo'yishdan, onam o'lsalar men qanaqa yashayman degan ayollar, qizlarda savollar bo'lyapti. Hattoki o'zimga juda ko'p murojaat qilishdi. Ustoz, psixolog pedagog sifatida menga tavsiya bering, onam kasallar, masalar bo'lmayapti, qarashga boryapman deyaptilar. Lekin onamni o'lishlarini o'ylasam shu qadar qo'rqib, qaltiroq bosib yomon bo'lib qolyapman deyishdi. Men endi sizdan o'rganganlarim ulashdim. Lekin siz bu sohani mutaxassisi, xizmatdagi insoni sifatida meni o'quvchilarimga, balki bizning kuzatuvchilarimizga beradigan tavsiyalaringiz bersangiz, men xursand bo'lardim. Endi bu narsaga shunaqa qaraymizki, o'lim haq deyiladi-da baribir. Hali kim aytgani esimda yo'q. Shu nima tug'ilish o'limga qo'yilgan birinchi qadam deyiladi-da. O'lim yosh tanlamaydi, o'lim jins tanlamaydi. Bu ayol edi, bu erkak edi, buni vaqtliroq olish kerak, buni kechroq olish kerak yoki bo'lmasa bu ona edi, bu bola edi, bu nevara edi deb o'lim tanlamaydi. Shu tug'ildikmi, O'lish haq. o'lim bor, tug'ilmoq bor, o'lmoq bor. Shunaqa bo'lgandan keyin endi o'sha o'lim haqligini tan olamiz-da. Ongimiz bilan o'lim haqligini tan olib turib, ertami, kechmi,
baribir o'limga tayyor turishimiz kerak. Endi o'sha hozir sen aytganingdek qo'rqib ketyapman deganlarga tavsiyam, o'limni haqligini tan olgan odam o'limdan qo'rqmaydi-da. Aslidagi Allohni jamoliga yetishish faqat o'lim bilan-da. O'shaning uchun o'lmoq bor, Allohni jamoliga yetishmoqlikni birdan bir sababi o'lib olishimiz kerak. Lekin o'lib olish ham osonlik bilan bo'lmaydi. Kimgadir shoshilinch to'satdan keladigan bo'lsa, kimgadir hali kasal orqali, nimadir hali holsizlik orqali, kimgadir hali nimadir fojia orqali kelyapti. Ana shunaqa paytda endi nihoyatda bu o'lmoq, tug'ilmoq Allohning ishi bo'lgandan keyin shunga tan beramiz-da, taslim bo'lamiz. Alloh o'limni ham Allohu akbar deb tan olamiz-da. Allohning ishi shu, Allohning buyukligi. Buni na sen o'ldirasan, na kimdir o'ldiradi. Demak, qachon qadari yetgan bo'lsa, Alloh tomonidan shu umri shutgacha ekan deb tan olish. U onamiz bo'ladimi, bolamiz bo'ladimi? Demak, o'lmoq bor. Shunda tavsiya qiladiganim, nihoyatda sabr bilan, nihoyatda ofiyat bilan, nihoyatda hali sokinlik bilan buni qabul qilishimiz kerak-da. Ilm olish jarayonida bir kitobdanmi, nimadan o'qiganim esimda yo'q. Alloh taolo insoniyatni yaratganda yurak urishi, necha marotaba nafas olishi, qancha suv ichishi, qancha taom yeyishi, qancha qadam bosishigacha yozib qo'yiladi deyilgan joyni o'qib hayratlangan edim. Hattoki biz bilmaymiz nechta hozir yuragimizni urishi zaxirada qolgan-ku, necha marta nafas olishimizni zaxiramiz borligini. Siz aytganingizdek, bu уже yozilgan taqdirni tan oldikmi? Har bir musulmon inson bu o'limga ham chiroyli bir Allohdan kelayotgan xabar yuzasidan qabul qilishini hamma tan olish kerakligini aytyapsiz. Lekin bunga ko'na olmaydiganlarchi? Bu ko'na olmaydiganlar bu endi Allohga osiyat qilib qo'yish, Allohga hali nima deydi, nima deb ham aytishni bilolmayman, shu isyon qilib qo'yish deyiladi-da. Azali buni o'zimiz ham bilamiz, o'sha hali homila paydo bo'lishida, o'sha 40 kunlik paytida, o'sha demak 40 kunlik deganimizda o'sha 6 haftalik payti. Endi 6 haftaligimiz 1,5 oyligida uni taqdiri azali yozilib bo'lgan. Agar shu taqdiri azalga ko'nmasa, unga norozi bo'lsa, unda Alloh bo'ldi, uni tushirib yubor deydi. Homila rivojlanmaydi, shu qaytib tushib ketadi. Ana endi shunga ko'ngandan keyin kimdir aytganingdek ona emas, bola ketib qoladi. Yoki bo'lmasa ona ham bor, buvi ham bor, nabira ketib qoladi. Unda nima qilamiz? O'sha taqdiri azalga, demak, biz o'sha Allohni 5 ta, hali islomni 5 ta farzi, o'sha iymonimiz but bo'ladigan bo'lsa, iymon keltirgan bo'lsak, o'sha qadarimizga, taqdiri azalga rozi bo'lgan bo'lsak, demak buni oddiy qabul qilamiz. Bu yerda hech qanaqa Allohga isyon qilish, bu yerga chidamayman deyish yoki bo'lmasa qanaqa qilib yashayman deyish umuman noto'g'ri-da. Agarda chidamayman, bunga nima qilmayman deydigan bo'lsa, Allohdan yana uni chidamasligiga boshqacha nima masala kelib chiqadi, boshqacha sinov berilib qo'yilishi mumkin. Buni endi musibat og'ir, onani yo'qotish ham katta musibat, farzandni yo'qotish ham juda katta musibat. Lekin chidaymiz, sabr qilamiz, o'sha sabr bilan, sabr bo'lganda ham sabrni o'zi emas, ofiyat bilan Allohning qadarini tan olib turgan nima holatda bundan o'tib olamiz-da. Keyin sizga yoshligimizda bergan savolimiz bor edi. Obunachilarimga ham qiziq bo'lsa kerak. Mayitni yuvadigan g'assollar mayitni oldiga kirishganda undan qo'rqishmaydimi deyishadi. Biz sizga savol berganimizda, bunga savol berganimizda zo'r javob berganlar. Men ham sizga shu savol bilan yuzlanmoqchiman. Har qanaqa holat bo'ladi. Sizlar endi aytish mumkin emas, mayitni holatini ommaga olib chiqib gapirib bo'lmaydi deysiz. Lekin har xil holatda, har xil vaziyatda ko'rasiz.
shu holatda seskanib ketish yo qo'rqish holatlari sizda bo'lmaganmi yoki atrofdagilar qo'rqishsa bunaqa holatlarda nima qilish kerak? Man o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, man endi onamni onasini onasida eng katta buvimni ko'rganmanda, biz ham o'sha buvimga savol berganmiz-da, o'sha kichkina qizligimizda. Buvi, o'likdan qo'rqmaysizmi? Bir xillarda buvimni ko'rgani borsak, hozir keldim deyardilar-da. Hozir hali palonchi o'tib qopti, o'shani yuvib keldim, poklab keldim deyardilar. O'shanda biz aytardikki, buvi, qo'rqmaysizmi? Shunaqa yuvib kelibsiz desak, yo'q, nega qo'rqaman? Yotadi, senga muhtoj bo'lib, mani poklagin, mani o'sha manzil makonimga tezroq yetkazishga poklab chiroyli qilib bergin deb yotadi o'lik deyardilar-da. Sen tirikdan qo'rqqin, tirik qiladi hamma ishni deyardilar. Shu bizani ongimizda shunaqa narsa bo'lgan, o'likdan qo'rqish kerak degan savol ham bo'lmagan-da bizda. Demak, o'lik senga muhtoj, o'sha mayit senga muhtoj, seni poklashingga, seni o'sha oxirgi manziliga yetkazib qo'yish uchun qanaqadir seni xizmatingga muhtoj-da u. O'shaning uchun menda hech qanaqa qo'rqish bo'lmagan. Yana bu endi Allohning xohishi bo'lsa kerak, o'sha farzand dog'i bilan mani shunga yetiltirib qo'ydi. Har farzand dog'i tushganda baribir bolang, u xohlasang xohlamasang berging kelmaydi, o'pasan, quchoqlaysan, yuvishga ham endi bergin bolam, bizani qiynamagin deb onam so'raganlar, buvlarim so'ragan, bolajonim, endi bu Allohniki deb o'rgatishgan bizaga. Bu demak Allohniki, sen qo'y endi. Hattoki farzandim shu nobud bo'lganda esimdan chiqmaydi, otam rahmatli menga shunaqa aytganlarki, shukur qilgin bolam, mana tana, mana shoxlab ketaverasan, tanang qurimasin. Tana endi shu adela, demak shoxlab ketaverasan. Shunga shukur qilgin deganlarida, shunga ham shukur qilganman. Er-xotin birga bo'lsang, bola bo'ladi degan Xudo ma'noda. xolasa yana o'zingdan ko'payasan. Turmush o'rtog'ing o'tib qolib, yana sen bitta ikkita bolang bilan beva qolsang nima qilarding? Tana ketmasin. Tana ketmasa shoxlash onsan. Sani bir shoxing ketdi. Tanang ketmadi. Bunga ham shukur qilgin deyishganda, shunga ham shukur qilganman-da. O'shaning uchun menda unaqa mayitlarning yoniga kirganimda hech qanaqa qo'rquv bo'lmagan. Birinchidan o'zimni bolalarimni yuvishda baribir ko'ring, oxirgi manzilga ketishini o'zim kuzatib turay oxirgi paytgacha degan nima tushuncha bo'lgan. Undan keyin buvlarim o'tishgan. Buvlarimni shunaqa oq yuvib, oq tarab, shu 5 ta qiz xolalaring bilan yaxshi qaraganimiz uchun bizda shunaqa bo'lganki, buvimni ham oxirgi manzilga o'zimiz qilishimiz kerak, o'zimiz qarashimiz kerak. Buvimda ham onam bilan baravar qilib keturganmiz. Yana shunaqa kattaoying o'tganlarida nahotki shu 4 ta kelin bo'lsak, 4 ta kelindan bittasidan ham buyurmaydimi? Nahotki men kirib yuvishim, unda sening Zuhra 6 oylik, 6 oylik Zuhrani kimga berib turganimni ham bilmayman. Shu Zuhra ma'qul bo'lgan, shu birpas qarab turinglar deb o'sha pokiza ko'ynak kiyib, ko'ynakimni almashtirib, kattaoyingga ham baravar kirib, onam bilan baravar yuvganim uchun menda bu tabiiy holat bo'lganda, tabiiy qo'shilib ketganman. Keyin onajonim qattiq xizmatda bo'lsalar, mahalladami, qarindosh urug'dami, biza ham o'sha marosimda qatnashish uchun borib qolganmiz. Onam xizmatdalar, biza tura olmaganmiz. Voy, onamga qarashgani kiraylik. Qo'shnilar bo'lsa ham onajonimga qarashgani kiraylik. Bu menda tabiiy bo'lib o'tib ketganda, bu hech qanaqa distansiya bilan bo'lmagan. Shu hammasi tabiiy bo'lib ketgani uchun menda hech qanaqa seskanish, qo'rquv bo'lmagan. Balki bu Alloh tomonidan berilgan, o'sha avloddan avlodga o'tib kelayotgani uchun men buni tabiiy qabul qilganman. Hech qaysi mayitni yoniga kirganimda qo'rqmaganman. Xuddi sen bilan qanaqa gaplashgan bo'lsam, salom berib, o'sha uzurimni so'rab, erkalab uzurimni so'rab, sizni shunaqa agar poklaydigan bo'lsam, ozor berib qo'ymay yoki yuvganimdan keyin ham ozor berib qo'ymayapmanmi, nima qilmayapsizmi deb
uzurimni so'rab poklaganman. Yana shunda o'zini yaqinlaridan ko'nglinglar to'ldimi, ko'nglingiz to'lmagan joyi bo'lsa aytinglar, shuni yana boshqacha mukammalroq qilib beray deganman. Bu menda hammasi tabiiy o'tib ketgan. Allohga behisob shukr buning uchun. Onajon, yana hayotingizda o'lim bilan bog'liq bo'lgan yana ibratli qaysi voqealar bor? Ibratli voqea shu akamni yo'qotish. Akamni jon berishlarida bizni hamma jigarlar bo'lgan bizni. Eng og'riqligi onam tiriklar. Biza bu jigar. Onam farzandni yo'qotishda turibdilar-da. Endi doktorlar olib ketaveringlar endi bu yog'iga shu nima harakatinglarni qilaveringlar deyishdi. Onam shuni bilib turibdilar-da. Ana qadamma qadam akajonim shunaqa 4 ta farzandlari hali yoshligimda qarab tursang, hali 55 yoshda onalari bor, 82 yoshli ona. O'shanda akamlar hali kislorodni apparatni kislorodni ko'paytiringlar, men nafas olishim qiyin bo'lyapti. Bu yoqdan balki jon chiqib kelayotgandir. Men o'lib qolaman-ku, kislorodni ko'paytiringlar deyaptilar-da. Kapelnitsa qo'yib, davleniya tushib ketyapti. Nahotki ozgina narsa yo'qmi? Davleniyamni ko'tarishi iloji yo'qmi deyaptilar-da. Gapirib turganlari hozirgida esimda aytib bersangiz qarang. Mana shu o'tirib jon taslim qiladigan holatga keldilar-da, lekin shunda eng yaqin do'stlari, shu Fathilla Mas'udov ukalari, Faxriddin aka, meni eshitayotgan bo'lsangiz, qo'limni siqib qo'ying dedilar. Gapirishim to'xtadi-da shunda. O'shanda akamdoq qo'lni siqib qo'ydilar-da. Shunda Fathilla aka aytdilarki, Faxriddin aka, sizga og'ir, lekin shuni qilishimiz kerak. Qani ikkalamiz baravar shahodat kalimasini keltiramiz. Qani baravar eting, etadigan bo'lsangiz qo'limni siqib turing desalar, shunda Fathilla akam qo'llarini siqib turdilar-da. Ichlarida birga etdilar-da. Shunda men aytaman, shunaqa akam bag'ri keng odam edilar. O'tirib jon taslim qildilar-da. Men shu holatni haligacha men aytaman, hamma jigarlar oldilarida, onalari oldilarida-da. O'sha onam ham shunaqa matonatli ayol ekanlarki, akamni ana sabr qilib chidab beryaptilar-da. Onam dodlamadilar. Shu akamni chiqarib yuborishdi. Shuni chiqarib yubordikda, endi kim Qur'on o'qirkan deb men onamga qaradim-da, men Qur'on boshlaymanmi desam, onam menga qarab, o'zim o'qiyman degandek qilib imlab, onajonim o'zlari Qur'on o'qidilar-da. Bunaqa holat, bunaqa matonat men boshqa joyda ko'rmaganman-da. Ham bolangni Allohga topshiribsan, yana matonat bilan shu bir o'y odamga Qur'onni o'zing o'qiy olasan. Shu onamni shu holatlarini men juda ham o'zimga ibratli deb olganman. Yana bitta joyda shu ibrat uchun onamni ilm birodarlari, 22 yillik ilm birodarlari Mahfuz opaqani so'nggi manzilga kuzatishdi. Onam bilan baravar birga bo'ldim-da. O'shanda o'sha farzandlari shunaqa Allohni taslimiyatiga rozi bo'lishdi-da. O'sha inna lillahi degan duoyimizga amal qilib, o'sha biz Allohnikimiz va biz Allohga qayturmiz deb o'zingni o'sha deyishyapti-da. Allohga topshirdik. Sandan mendan Alloh yaxshi qaraydi onamizga deb bir-birlariga tasalli berishyapti-da. Shunda qiz baribir boshqacha yig'lashni boshlayotdi. Sabr singlim, sabr deb akalar singillar shunda qo'lini siqib, yuzini silab qo'yishdi-da. Qiz ham ko'ndilar. Endi tovutni ko'tarib chiqib ketishdi. Allohu akbar deb ko'tarib chiqib ketishyapti-da. Bu Allohning ishi. Seni meni xohishim bilan bo'lmadi, Allohning xohishi bilan bo'ldi deyishyapti. Allohu akbar. Endi hozirgi paytda kimdirlar dodlasa, yig'lasam aytaman, Allohu akbar deb turaylik, shunga rozi bo'laylik. Chunki Alloh qadariga bitgani bo'ldi. Bundan ortig'i bo'lmaydi endi deymiz-da.
baribir shukur qilishimiz kerakda endi. Bu ham lekin aslida aytganingizdek shukur qila olish, taslim bo'la olish, onasini, otasini, yaqinlarini yo'qotganda go'zal holatda, odobda, xulqda turib bera olish ilm. Agar ilmsizlik bo'lsa insonda aytganingizdek har xil kuyga soladi o'zini, janjal qilishi mumkin, to'polon qilishi mumkin, isyon qilib yig'lashi mumkin. Lekin u ham vaqtinchalikda, o'ziga ozor beradi, mayitga ozor beradi, atrofdagilarga ozor beradi. Tanasini charchatishi mumkin. Yig'laganda o'sha davleniyasi oshib ketadi deyshadi, skuvriyalar keldi, juda katta jarayonlar bo'ldi deyshadi deb eshitamiz-ku. Men o'zim borgan joyimda aytaman-da, onangiz qanaqa chiroyli tarbiya berganlar, qanaqa chiroyli qilib boqqanlar. Endi sizlarning ham vazifanglar chiroyli qilib kuzatish. U yerda o'zingni yo'qotib qo'yib, hali kimdir voy dorini olib kel, skoriy chaqir, ukol qil emas, o'zingni ushlab turishing kerakda. Chiroyli sabr bilan o'sha o'limga ham oldindan tayyorlanish kerakda. Bir mehmonga borish uchun ham tayyorlanasan. Mehmonga borish uchun ham chiroyli kiyimingni tayyorlaysan, tog'oringni tayyorlaysan yoki hali nimadan pishirig'imni olib kelib ber deysan, tayyorlanasan. U soat to'yga borish uchun ham tayyorlanasan. Nahot oxiratga bu dunyodan u dunyoga o'tvasan-da. Tayyorlanmaysanmi? Shu onalarimiz ham balki shuni o'lim haqligini farzandlarga sekin-sekin tushuntirib borishligi ham kerakdir deyman. Aslida onalarni o'zi bunga tayyor bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki hozir mana o'zimni pokoleniyamni atrofimda aylanib 30-40 yoshdagi ayollar baribir o'quvchilarimiz ichida borda. Kuzatsangiz, Xulisa siz qanaqa qilib qo'rqmasdan o'lim haqida gapirasizda, keyin o'lim kelsa qo'rqmaysizmi deb savol berishganda, yo'q qo'rqmayman. Allohni o'sha qadariga iymon keltirganmizmi, qachon ketishimizni o'zi biladi desam, bir xillarda aytganingizda seskanib, men qo'rqaman deyshadi. Mana endi bizda onam shunga balki bizani tayyorlaganmilar. Mana shu onamda ham o'zim yuvaman, o'zim oxirgi manzilga o'zimiz kuzatamiz desak, bir xilla voy matonatingiz yetadimi deyishdi-da. Nega yetmaydi matonatim? Hali onalik vazifasini oldingi suhbatimizda aytdik-da, onalikni chiroyli ado etsagina sen ham farzandligingni chiroyli ado eta olasan. Bu ham o'sha aslidagi so'nggi manzilga o'sha o'zingni farzandlaring kuzatsa, o'sha onalarni qizlar yuvsa yoki bo'lmasa otalarni o'g'illar yuvsa, bu ham bir chiroyli deyman. Men lekin onam bilan kelishmagandim. Onam aytganlar, men agar o'lsam, birovga bermaysan-a, o'zing yuvasan-a deganlar. O'shanda o'lim haq deb men ham onamga aytganman. Ona, agarda birinchi men o'tib ketadigan bo'lsam, siz ham meni hech kimga bermaysiz-a, o'zingiz yuvasiz. Qizlarim yordamlashadi, lekin etib turasiz-a desam, orqamda qol deganlar. Lekin biz ona bola shunga shu agar qadar qanaqa bo'ladigan bo'lsa, o'shanga rozi bo'lganmiz ona bola. Endi aytganingdek, hali Odam ato bilan Momo Havoni onasi, otasi bo'lmagan, shuning uchun Odam atodan, Momo Havodan bizga qolgan merosda, farzandim deymiz. Aslidagi o'sha oldin kelgan, oldin ketgan ma'qul deymiz, lekin Allohning ishiga aralasha olmaymiz. Lekin qachondir biza aytgandek emas, Alloh aytgandek bo'lishi haq-ku bu. Shuning uchun birinchi ona emas, bola ketishi ham borda. Mana kattayingda ham ko'rganmiz-ku. Kattayingda katta buvi tirigiydilar. Necha oylik og'ir bo'lgan, lekin shunaqa chiroyli sabr bilan o'tib berganlar-da buvim ham. Buni ham ko'rganmiz lekin. Juda hayotiy jarayonlarimizda aytganingizdek, o'lim bilan yuzlashganimiz, o'limni o'sha tan olib, taslimiyat bo'lganimizdan, o'zimizdan, hayotimizdan ko'raman. Mendan oldin akam bo'lganlar, juda oz muddat yashaganlar aytasiz. 9-oyda g'alaba kunida tug'ilgan o'g'lim deysiz. Hozir hayot bo'lganlarda meni ham 40 ga yetgan misolchi akam bo'lardilar deb o'zim eslayman. Lekin mana bosh farzandlik menga tushgan mas'uliyati, undan keyin yana ko'p aytaman buni darslarimda 4 ta ketma-ket mendan keyin 4 ta o'limni ko'rganman. Misol uchun mendan oldin akam o'tgan bo'lsalar, onam adamlar 5 ta farzandni yerga berishgan. Mozorboshga borsam ham 5 taligisi yotishgan, yana dadam oldilarida yotishganligini
ko'rsak biz uchun juda katta bu hayotiy jarayonlar. U mol dunyo, kimdirlarni o'sha talashi, yana nimadir holatlar, pul masalalari, uy joy masalalari, yer masalalari yoki oldi berdi masalalar biz uchun u qadar anaqaga ega emasda. O'ylaydigan bo'lsangiz, kurashayotganlarni ko'rasiz, talashayotganlarni ko'rasiz yoki qaysidir bir jarayonda haq talashayotgan yoki mansab talashayotganlarni ko'raman, lekin shaxsan o'zim aytaman, boshqalarga bir daxl qilish niyatim yo'q. Men uchun o'sha hozir yashayotganim muhim. Hozir mana alhamdulillah ota-onam bor, oilam bor, turmush o'rtog'im borlar, farzandlarim bor. Eng baxtlilarning ichida baxtlisi qilib qo'ygan Allohim bizani. Shunaqa erkalab qo'ygansan deyman. Bir kamlik joyini bermadi, sinovlar berdi. Yana buni nima uchun berdi? Ilm darajangni yuksaltir, sabringni chiroyli qil, odobingni, xulqingni chiroyli qil dedi. Sizga o'xshagan ona bilan, adamga o'xshagan ota bilan mukofotlab qo'ydi. Bo'lish mumkin edi-ku, boshqa yurtda, boshqa dinda tug'ilishim ham deyman-da. Shuning uchun ekran ortida bizani kuzatayotganlar hozirgi holatidan qay darajada shukr qilish kerak va hozirgi holatidan o'limga qanaqa tayyorgarlik ko'rish kerak? Bu o'limga tayyorgarlikni ikki xil, hamma har xil tushunadi. Kimdirlar moddiy tomondan kafanligimni olib qo'yishim kerak, qabristonda tarqatadigan narsamni olib qo'yishim kerak, iloji boricha yaxshiroq ro'molchamidi, yaxshiroq dastro'molmidi yoki bo'lmasa pul g'amlab qo'ying, ehsonimni chiroyliroq, kattaroq qilish deb tushunishadi. Aslidagi o'limga tayyorlanish mana shu endi qanchalik nima shu qiyomat kunida shu lahaddan qabrdan chiqqanimizda shunda peshonamizni shunda sur etilishi bilan peshonamiz shunda urilar ekanda, o'shanda kimdir la ilaha illallohni tili bilan emas qalbi bilan ayta olsa, o'sha la ilaha illalloh deb chiqib kelar ekanda. O'shanaqa baxtga erishish uchun qalbimizni ham, tilimizni ham qolaversa har bitta taningdagi hujayring bilan etishga o'rgatish kerak-da. Ana o'shandagina men o'limga tayyorgarlik deganda shuni xohlayman. Bu ham ilm aslida juda katta. Bu o'sha har bitta hujayring etsin la ilaha illallohni. Ana o'shanda o'limga tayyorgarlik bo'ladi. O'shanda bizga qabrda beriladigan savol Robbing kim deganda hali Robbim Alloh deya olasak yoki dining qaysi deganda dinim islom deya olasak yoki kitobing qaysi deganda kitobim Qur'on deya olasak, payg'ambaring kim desa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb ayta olasak, shuni qalbimiz bilan o'sha tanadagi har bitta hujayramiz bilan ayta olasak, bu o'limga tayyorgarlik bo'ladi. Shuni har bitta qadaringdagi har bitta qadamingni hozirgi paytda o'sha aytganingdek yana mol dunyo merosga taqalganda kimdirlar aytadiki, voy men o'sha yerda ishlamaganimda menga ko'p pul bo'lganda deydi, kimdirlar voy mana shu ishladi deyman haqqim. Aslidagi u qadaringda yozilgani, rizq nasibingdagi bori shu-ku. Aybdor deb ko'rishayotganlar, bo'lmadi, o'xshamadi, berilmadi deyotganlar aslida Allohning qadarida yozilgani, taqdirida ijrosi bo'layotganini tan olmayotgan jarayonlar bor. Bunda ilm yetishmasligida, bu yerda bir g'ofillik deysanmi, bilmadim. Endi uni nima deb ta'riflashni ham bila olmay qolaman. Unga daxl qilmaymiz, zero har bir insonni savol-javob Robbisi bilan. Lekin mana shu Toha surasining 82-oyatida kelgan ekanda, o'sha kimlar mag'firat qilinadi? Mag'firat qilinadiganlar o'sha gunoh ish qilganda tezlik bilan tavba qilinsa, tezlik bilan yaxshi amalga o'tsanggina Allohning mag'firati ham senga oson bo'lar ekanda. Gunoh qilmaymiz emas, gunoh qildik. Gunoh qilganimizdan keyin unga tezlik bilan tavba qilib qo'yaylik. Tan olaylik, qilgan gunohimizni tavba qilib tan olaylik, yaxshi amalga o'taylik. Ana o'shanda Allohning mag'firati, rahmatiga ham tezroq erishaylik. Ko'pchilikda insoniyatdan kutish ko'payib ketyapti. Bandasidan kutishi aslida Allohning o'rniga kimdirni qo'yib qo'yishdi. Mana darslar davomida ustozlardan o'rganganmiz, siz erim qilib bersin yoki onam qilib bersin yoki otam qilib bersin yoki akam yoki ukam deymiz yoki ishxonam deymiz. O'shunaqa jarayonlarda aslida
o'sha insonga ham og'ir yukni yuklab qo'yganligi, o'ziga ham qiyin qilib qo'yganligini ko'pchilik tushunmayapti-da. Shu jarayon haqida ham ozgina tushuncha berib Shuni keting. hozir gapiryapsam mani hayolimga kelyapti. Kimdirlarga nimadir yordam qilsam, "Va rahmat, yaxshiyam bor ekansiz" deyishadi. O'shanda men qo'rqib ketaman, aytaman, "Yaxshiyam siz bor ekansiz" demay, unda menga haqiqatda qiyin qilib qo'yasiz. Yaxshiyam Alloh bor Ha, ekan-da. Alloh yaxshiyam shu odamni qalbiga solib qo'ygan ekan. Agar qalbimga solib qo'ymasa hech narsa qila olmaymiz. O'sha payg'ambarimizga ham nima deyilgan? Siz elchisiz, siz yetkazasiz. Hidoyat bizdan deyilgan. Agar Alloh hidoyatga boshlab qo'ymasa, 1000 qiling, 100 qiling, qila olmaysiz o'sha yaxshilikni. O'sha yaxshilik qilolmagani ham balki o'sha yaxshilik ololmayotgan odam uchun xayrlidir. Uni savobi, darajasi ko'payishi uchun, balki o'sha aytganingdek ilmini ko'paytirishi uchun uni yaxshilik qilmay turgani yaxshidir balki. Shuning uchun hammasi Allohdan-da, rizq nasibamiz ham Allohdan, umrimiz qanchaligi ham Allohdan. Hattoki kuzatuvda chiroyli kuzatib berish, o'sha kimdir chiroyli amallari bilan shu darajaga kelgan bo'lsa, uni kuzatuvi ham, uni qabrini chiroyli bo'lishi, qabrini yorug' bo'lishi ham qilgan amallariga bog'liq bo'lib qoladi-da. O'zidan o'zi hammani g'iybatini qilib yurgan, hammani fisq fasodini ko'lab yurgan odam birdan chiroyli yaxshi qabrga borib qolmaydi. Uni yaxshi chiroyli amalini qilib, bag'ringni keng qilib, ha mayli Alloh kifoya deb tursak, hasbunallohu nimal vakil deb tursak, ana unda biza o'sha chiroyli amalimiz bilan yetishamiz. Mana shu onalarini qabrini qaziyotgan Go'rkov akamlarga aytgan ekanda, kim kelarkin deb rosa poyladim. Qabrni shunaqa maza qilib qazidim degan ekanda. Chunki onalari juda ilmli bo'lganlar. Onalaridan qolgan kitobni hali biza o'qib bo'lganimiz yo'q. O'qishga ham anaqa vaqtimiz ham, ilmimiz ham, darajamiz ham yetmayapti. Bu jonim shunaqa ko'p narsa yozganlar, ko'p narsa qilganlar, ko'p narsa amal qilganlar. Hattoki men bilaman, o'sha Otinoyi bo'lib, o'sha rizq nasibalari kelsa, o'shani qo'shniga ham tarqatardilar-da, aytardilarki, bolam, qo'shni haqqini ham ado etib qo'yaylik deyardilar. Dangasalik qilib qo'ysam aytaman deb, buvimga o'xshagan buvi bo'la olmayapman. Buvim shu paytda turib tez nabiralarini haqqiga duo qilardilar-yu, biz sal dangasaroq buvi bo'ldikmi deb o'zimdan xafa bo'lib qolaman-da. Yaxshi bo'ldi onajonim. Mana o'lim haqida gapiryapmiz. Insoniyatda hammani boshida bor deyapmiz, lekin qizi bor oila bor, kelini bor oila bor. Lekin shunaqa jarayonda katta yoshli insonlar bor, insonlarda o'lim kelishi baribir bor. O'limga yoshlar qanaqa tayyorgarlik qilib qo'yish kerak va nimalarni bilish kerakki, mana tasavvur qiling, kimdir o'ldi. U insonni sirazi nimalar qilib o'sha vazifalari bor-ku, mana bizga endi siz tushuntirgansiz, sirazi qo'l oyoqlarni tekislab qo'yasan, boshlarida yostiq bo'lsa tushirasan, chunki qotib qoladilar, bamnaqa tikka o'tirib qolmasliklari kerak degansiz, iyakini boylashni, oyoqni tez boylashni, shularni o'zingiz tushuntirib bering. Mana endi o'zi qanaqadir bilinadi-da, o'sha o'lim kelayotgani, mana shu agarda shu nima bilan katta yoshlilarmi, kasal nima bo'ladigan bo'lsa, o'sha oq ro'mollarimizni, durrachalarimizni tayyorlab qo'ysak, o'sha iyagini boylashga nihoyatda hushyor bo'lishimiz, o'sha oyoqlarini tekislab qo'yishlarimiz, keyin nihoyatda mayitni tezlik bilan joyiga olib borish kerak-da. Bir xilla mana bomdodda o'lganni peshinga chiqarishga xohlamay qolishadi-da, asrga bo'lsin bemalol. O'sha qanaqadir o'zini orzu havasini qilmoqchi bo'ladi. Shu mayitni qo'yishda orzu havasingni qilmaysan, uni tezlik bilan joyiga qo'yish kerak bo'ladi. Tez o'sha doktor qog'ozini, o'lim qog'ozini tayyorlab, Go'rkovga xabar berib qabrni qazitishni. Yana shu yerda aytib ketamanki, hali
qabristonni ham yaqinini tanlash kerakda. Hmm. Hali palon joyga vasiyat qilganlar deyishga man uni bir narsa deb aql o'rgatolmayman, lekin o'sha aytilgan o'sha masjidni uzog'ini, mozori yaqinini tanlagin debdi. O'sha nihoyatda tezlik bilan qo'ysak, shunchalik yaxshi. Chunki mayit ham shunaqa muhtoj bo'lib turar ekanda, tezroq joyimga olib bor, tezroq joyimga olib bor deb. Keyin o'sha mayit tepasida o'shanaqa bo'lar bo'lmas gaplarni gapirmay, uni chiroyli o'sha kalimalarni aytib, shunaqa chiroyli odob bilan, nihoyatda ehtiyotkorlik bilan yurganimiz yaxshi. Go'da oddiy savol, har doim beriladigan savol, kapanni o'sha tikadigan bo'lsak, hali ipini tugaylikmi, tugamaylik. Uni tukkan, tugamaganiga nima qilib beradi? Masalan, o'shanga ahamiyat berish kerak. O'sha bir xil aytishadiki, nimani o'lgan suvni, yuvgan suvimizni mevali daraxtiga ko'maylikmi? O'sha yerga mevali daraxtiga nega to'kasan? U o'zi meva bersa, u mevani yeysan. Aslida u makruh suv. Uni u daraxtiga to'kib bo'lmaydi. Bir chetga domlada bo'ladigan bo'lsa, o'sha kanalizatsiyaga ham ketaversa, u makruh suv. Uni tomchisi senga makruh. Uni mevali daraxtiga to'kaylik deb qo'yishadi. Keyin mayitni kuzatish bilan ayollar nimaga o'tib ketishadi-da, kimdir bilan gaplashishga, nimaga o'sha ibodatimizni ko'paytiraylik, duoyimizni ko'paytiraylik. O'sha hadislarda ham keladi-ku, shu o'lgan odam ketidan nima qoladi? Uni chiroyli amali qoladi, solih farzandi qoladi, qurgan imorati yoki ekkan daraxti qoladi-yu. Hozir endi biza imorat solishimiz qiyin, masjid solishimiz qiyin yoki bo'lmasam oddiygina o'zimizni zikrimiz bilan o'sha o'lgan mayitga yordam qilaylik, ko'p zikrimizni aytaylik, ko'p istig'forimizni aytaylik, ko'p duoyimizni qilib turib, shuni savobini shu o'tgan insonga bag'ishladik deylik. Ana o'shani o'zi 3 kungacha shu duoyimizni qaytarib turaylik. Keyin onalardan qolganmi, otalardan qolganmi merosga ko'z olaytirmaylik. Allohning bergan taqsimotiga qilaylik, rozi bo'laylik. Shu agarda shu meros masalasi eng og'riqli nuqta bo'lib qoldi hozirgi paytda, avvalambor o'sha ota-onalarimizni shu merosni o'zligi ko'zligi tirikligida taqsimlab ketishsa, farzandlarni o'rtasidagi ahillik yaxshi bo'lar ekan. Og'zi bilan aytib ketish kerak ekanda. Og'zi bilan aytilmaydi. Og'zi bilan aytilgani o'tmas ekan. Bitta yozib u yozib bir anaqa qilib qo'yilsa hujjat bo'lib turar ekanda. Og'zi bilan aytganingga ham ko'nadigan. Chunki oxiratga yaqin shu omonatdorlik yo'qoladi. Ayniqsa shu merosga nisbatan omonatdorlik yo'qolar ekan. Shuning uchun buni hozirgi paytda aka-ukalarni, opa-singillarni ahil qilish uchun o'sha 2-3tasini yoki hamma oilani jam qilib turib, bu ham aslida ilmda, qarang juda katta. Bu o'zi aslidagi Qur'onda kelgan ilm. Qur'onda Niso surasida shu meros masalasi ko'tarilgan, o'sha taqsimotga ko'nishimiz kerak bo'lgan narsa. Endi taqsimotga ko'nmasdan hozirgilarimizda omonatdorlik juda ham yo'qolib ketyapti. Endi lekin o'sha 3 kundan keyin beradigan ehsonimiz, o'sha qurbing yetsa ehsoningni berasan, bo'lmasa 7, 20, 40 degan narsalarimiz yo'q aslida. Bularni o'ylab chiqarishyapti. Keyin g'assollarni bilmadim, men uni aytishim to'g'rimi, noto'g'rimi? G'assollarni stavka bilan chiqyapti deyshadi. Masalan, men stavka bilan chiqqan g'assolni ko'rganim yo'q. Agar ko'rsam ham men unga anaqa da'voyim ham yo'q-da, unga da'voyim ham yo'q. Masalan, menga Alloh shu mana vazifani yuklatildi. Men buni kasb ham demayman, boshqa ham demayman. Qo'limdan kelgani uchun shuni o'sha onalarimizdan menga kelayotgani uchun shu vazifani qilishni qayerda kerak bo'lsam, qayerda muhtoj bo'lsam shuni qilishni o'zimga niyat qilib qo'yganman. Keyin bersa Allohdan bo'lgan hadiya deb olaman. Bermasa bu xizmatimga roziman. Alloh uchun
man rozi bo'laman. Shunda savobim ko'proq bo'ladi deyman. Alloh hech narsaga, Allohga behisob shukur, hech narsaga muhtoj qilmagan. Hali bersa ham, bermasa ham bunda demak birorta hikmatni yashirib qo'ygan menga. Buni savobini Allohdan umid qilaman. Onajonim, kelganingizdan, yana siz bilan shunaqa barakotli, nurli bir suhbat bo'lganidan rahmat deyman. O'quvchilarimni, kuzatuvchilarimni, sizni muxlislaringiz bor, bizning muxlislarning ichida. Sizga ko'rmasdan turib, sizni so'raganlar bor edi. Ko'rib yana oshiq bo'lishdi. Onajoningiz o'zingizdan chiroyli ekanlar, nurli ekanlar deb. Ularni haqqiga duo qilib bersangiz, o'quvchilarimiz haqqiga duo qilib bersangiz, biz ham, ular ham xursand bo'lishardi. Ularga ataydigan duolaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, keling, tugatamiz shu bilan. Amin. Allohim o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Allohim bergan shu hamma ne'matlaring uchun behisob shukronalar etamiz. Robbi zidni ilman va fahman. Robbi zidni ilman va fahman. Robbi zidni ilman va fahman. Allohim ilm olish yo'lida bizga ilm ber va bu ilmni sarf qilish uchun bizlarni zehnimizni o'tkir qilgin deyman. Hamma barcha shu islom olamidagi ayollarimizga, qizlarimizga chiroyli onalikni ado etishlikni, o'z navbatida qizlarimizni onalar oldidagi o'zlarining farzandlik burchlarini ado etishlikda ularga zehn, kuch-quvvat, ilm olishlarida ularga manfaatli ilmlar bo'lishligini chin dildan xohlayman. Oxiratimizni obod qilish uchun hozirgi kundan, hozirgi paytdan chiroyli ikki dunyo saodatiga erishtiruvchi amallar qilishga bizni qodir qilib qo'ysin. Shu ishlarni qilish uchun bizga kuch qudrat bersin Allohim. Yana Allohim oxiratimizni obod qilsin. Amin. Qabr azobi emas, qabr rohatida yotishlikni qilgan hamma yaxshi amallarimiz o'zimizga hamroh bo'lib, jannatlarni shamoli kelib turib, jannatlarni hidlari kelib turib, qabrda shunaqa sokin, tinch yotib, jannati adinlarga, jannati firdavslarga, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni majlislarida o'tirishliklarga, Allohni jamolini ko'rishliklarga bizni nasib etgin deb so'rayman. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rabbina atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohim o'zingga hamd aytadigan, bergan ne'matlaringga shukr qiladigan bandalaringdan qilgin.